Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishimizni ham yakuniga yetkazdik. Farg'ona viloyati Yangiobodga o'rnatib berdik. Mana pechka. Biz pechkani olib qo'yish kerak ekan. Bir yil oqishibdi. O'zini chiroyli qilib o'rnatib beradi deyishdi. Mana uydagilar. Qanoti ham yo'q edi. Qanotini olib kelib o'rnatdik. Mana ishlari bilan kelib kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin Mo'minlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli. Old tarafi. Mana orqa tarafi. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Salohiddin Mo'minlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli, turli lista bo'lgan. Oldi, orqa, tepa o'txona turli bo'ladi. Yo'llar duxobka. Xo'p. Duxobka yarim uchlik bo'ladi. Qolgan joyi turli bo'ladi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar. G'ishlari bilan ugolnik, list, tulbalari, qanotlarini olib kelib o'rnatib berdik. Uy egasi pechka olib qo'ygan bo'lsa, semyan qum. Joylari ham ochiq ekan, ular g'ishlari bilan olib qo'yadi. Azbiz turba. Hozir mana o'tirlar olib keldi. Yoqamiz hozir. Mana hurmatli obunachilar, yoqib sinab berdik. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana Abdurazzoq aka uydagilar. Xizmatlar ma'qulmi aka? Chiroyli, o'ta go'zal bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosib, obuna qo'yasizlar. Asali qop qo'yadi.